Bugünkü vaziyetimiz vatandaş. Avval çizlağı etimiz. Bugün çizlağı 2024 yıl 2. ayının 6. günü haftığı seyşembe vatandaş. Ben ötken sizlerge 2 parça leksiya sözlügen edim. Bunun 4 günler burun. Onun birisi çıkıp birisi çıkmaya kaldı. İşte 77-76 diye sanası da. Bugün ben şunu leksiyeni sizlerge sözümü sen bulmaydı. Neymiş ha desenler. Bunun da bir xil ahval mesela. Çünkü Kom partiyası bilen Amerika Qo'shma Shtatlar o'tirisidagi munosabatlarga bog'liq matbuotlar uni deb turdi, matbuotlar buni deb turdi, u boshqa gap. Ammo davlatlarchilik arboblar bir narsa degan bo'lsa, bir so'zni so'zlagan bo'lsa, bu ikki davlat o'rtasida siyosatga bog'liq bo'ldi. Hozirgacha mesela Amerika keldim 28 yil oldu, men ko'rib boqmagan bir ahvol. Mesela Amerika Qo'shma Shtatlar navbatda Oqsaroy bexatarlik davlat prezidentining bexatarlik masalasi Jack Sullivan yaqinda Jungoning ba'zi so'zlariga javob qaytardi. Jungo tarafdan kelayotgan ba'zi so'zlarga javob qaytardi. Men buni bilan tunji ish deb anladim, aytdim. Arlat sizlarga shuningda men bir abzas so'zladim. Mesela bugun Washington tanlashga duch keldi. Beijing tanlashga duch keldi degan so'zlarni sizlarga bir abzas qistirib aytgan edim. O'tgan so'zlisam bu chiqmay qoldi. Bugun mushuni men so'zlimisam bo'lmaydi vatandoshim. Buni da siyosat xarakterli gap bor. Kechirasiz. So'zlashda avval mina boshlaylik gapda. Jack Sullivan munbar yig'iniga qatnashib, g'arb cho'kdi, sharq bosh ko'tardi. Bu Jungoning gapi-ku. G'arb cho'kdi, sharq bosh ko'tardi degan masalada to'xtalganda, masala ustida to'xtalganda qilcha yuz xatir qilib o'ltirmadi. Mavzuli xabar 2. ayning 1. kuni Erkin Osiyo radiosi Xitoy tili programmasida e'lon qilindi. Xabar bunday boshlandi. Beijing davomli takrorlaydigan sharq bosh ko'tardi, g'arb cho'kdi. Bunu 2001 yıldan başlap, 2021 yıldan başlap Reis Xi Jinping'in özünün ağzından çıkan gepçi mi o vatandaş? Şərq baş götərdi, g'arb çöktü. Doğrusu toxtaldı. Jack Sullivan nim dedi? Amerika bundaq nazariyani rad qiladi. G'arb çöktü, Şərq baş götərdi degan nazariyani rad qiladi. Jack Sullivan Washington Tashqi munosabatlar komitetining yig'ini nutq so'zlaganda mundaq ko'rsatdi. Jungo qiyinchilik ichiga tushib qolganda Amerika avrishimlik va qayta ijod qilish iqtidorini saqlab keldi. Mundaq aytganda Jungo qiyin sharoitda qolganda Amerika yoshirin iqtidorini saqlab keldi. U mundaq ko'rsatdi. Jungo milliy daromadda Amerikadan olqib ketadi degan ko'z qarashlarni rad qildi. Çünkü özü dedi, yani başlatılardaki matbuat ayrım iqtisodga munosabatlik mutaxassislar dedi, Jungoning iqtisodi mushunda taraqqiy qiladigan bo'lsa, Amerikaning iqtisodidan olqib ketadi dedi. Ham bu ko'z qarashni davlat bexatarligi masalasi Jack Sullivan rad qildi. Masalan, misol oldik, hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining milliy daromadi, yillik milliy daromadi 28 trillion. Çünkü Kom partiyasının bu yıllık milli daramati 18'de 5 trilyon. Yani 18-20 trilyon. 18 trilyon 500 milyar degan gap. Jungo baş ko'tardi, Amerika ojizligi degan ko'z qarashlarni mı mush asosida biz rad qilamiz. Bu orliqda 10 trilyon farq bor. Faqat dollarga. Fakat dollarga bakınıp dollar to'g'risida hisobotlashib qo'yu, o davlat baş ko'tardi, bu davlat cho'kdi desam, mushu farq bor, sen ko'rib ol. Amerika iqtisodi qayerga minibdi, sening iqtisoding qayerda turibdi dedi. Oqsaroy davlat bexatarligi masalasi Jack Sullivan 1. ayning 30 kuni Kaliforniya shtati Santiago shahrida 21 asr Jungo tadqiqot markazi tashkillagan Amerika Jungo munosabati minbarida Amerika Jungo munosabatining kelgisi to'g'risida to'xtaldi.
Jack Sullivan Amerika meblag selish, ittifaqlashish, raqobatlashishdan iborat Jungo siyosati ishida faoliyat qilayotganligi to'g'risi to'xtaldi. Jack Sullivan minbarda yana bir turkum Amerika amaldorlari bilan birlikda Jungoning o'rni to'g'risida, Jungoning hozirgi dunyo tutgan o'rni va kelgusi o'rni, hozirgi dunyo iqtisodi tutgan o'rni to'g'risida Jack Sullivan to'xtalib o'tdi deydi. Biz muqimlashtirib bo'ldik. Jungoning o'rni, Jungoning qanday davlat ekanligi shu arliqda muqimlashtirib bo'ldik. Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin birden-bir xalqaro tartibni qayta tuzish niyati var. Dikkat et vatandaş. Jack Sullivan dedi ki biz muqimlashtirib bo'ldik. Ya'ni Jungo Kompartiyasi dunyo tartibini o'zgartmoqchi. Dunyo tartibini qaytadan turg'izmoqchi. Mushu niyatdagi birden-bir davlat. Hozir Jungo bo'lib qoldi. Dünya tertibi degan nima dedi sizlarga vatanda bir og'iz gap bilan aytsangiz dunyoning demokratik tarkibi. Dunyoning demokratik tartibi. Urushdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlari jon tikib degidek qurib chiqqan tartib demokratik tartib. Ham bosh tartiblarni qo'yib turaylik. Jungoning dunyoning demokratik tartibi. Hozir Jungo agar yangidan bir dunyo tartiblab uni turg'izmoqchi bo'ladigan bo'lsa, dunyoning demokratik tartibini o'zgartirib o'tish kerak, yo'qotish kerak. Bu mumkinmi vatandosh? Ya'ni iqtisodiy jihatda deydi Jack Sullivan, diplomatiya jihatda, harbiy ishlar jihatda va texnika, amaliy kuch jihatda mushundaq qilaman deydigan davlatlar. O mana ko'rdingizmi, dunyoning tartibini o'zgartganda, ya'ni iqtisodiy jihatda o'zgartish, diplomatiya jihatda o'zgartish, harbiy ishlar jihatda o'zgartish va texnika amaliy kuch jihatda o'zgartish. Dal Jungo mushundaq qilaman deydigan, mushundaq o'ylaydigan davlat. Baş nimlidir? Jack Sullivan dedi ki biz Jungo'nun hozirgi dunyoda tutgan o'rnini muqimlashtirib bo'ldik dedi vatandosh. Biz Cumhuriyet Halk Cumhuriyeti'nin pen texnika jihati Amerikadan olqib ketishga urinayotganligini ko'rib yetdik. Bu amaliyot-ku. Mayli Johnson şirketi, mayli Huawei şirketi deyli. Bu şirketler Prezident Trump davrida nim bo'lganda buning zarbi berdi-ku Prezident Trump. Man muşular nazarga alsanızmı texnik jihatda Amerikada olqib ketish. Bu hozir Jungoning bir nimasi? Muddaosi, maqsadi deydi. Biz buni ko'rib yetdik deydi. Ular tarixning tinchlik mezgilida harbiy ishlarni zo'r ko'lamda jig'layotdi. Ular ichki jihatda bostiryotdi, tashqi jihatda o'ktamlik qilyotdi. Mana bu Jungoga bergan xarakteristika. Jungo'ni muqimlashtirish, ichki jihatda bostiryotdi, tashqi jihatda o'ktamlik qilyotdi, harbiy ishlarda ulg'ayotdi, jig'layotdi. Masalan, Allohda bir dedi-ku, Taklimakon. Amerikaning avom matkisining rasm shaklini tushirib, Taklimakonda bir qarg'a etish maydoni yasagan gap qo'yvatanlar. Shunaqa miyaliki axir qanday bosh bo'ldi? Jungo'ning raketalarga ishlatadigan yiqilg'u emas, balki so'qachilangan raketa bo'lib chiqdi vatandosh. Uning ustidagi Taklimakon kumliqlari va tog'liqda Uyg'uriston mustamlik Uyg'uriston tog'larida yasagan yerning ostidan qo'yib bergan raketaning og'zi hech nimaga ishmay qoldi. Hech nima bo'lmay qoldi. Qo'lida u raketa qo'yib beradigan eg'iz yoki yer osti bo'la olmay qoldi. Nimishki bunun ketayotgan pul hamma narsa xiyonat qildi degan gap. Bugun Jungo'da hozir Reis Xi Jinping Go'fan Gongban davlat mudofaa qurilish yoki sapyorlik desak bo'ldi, qurilish atariti. Mushuna hozir qattiq tergov, qattiq tekshirish ostida qoldi. Xiyonat. Jungo'ning harbiy ishlari shu, mayadiga cho'ng gap qilish mana bu. Nimde texnik sohasi, harbiy ishlar sohasi, arandagi diplomatiya sohasi hammasini o'zgarish yoki dunyo tartibini turg'izib chiqish. Bu Jungo'ning manfaati, biz buni bildik.
hem tushundik. Jungoga mana mushu nuqtada baho beramiz. Mushundaq davlatlaymiz deydi. Endi Jungoning tadbiri qo'llanib, xalqaro sistemalarni tartibga solishga, o'zining sistemasiga moslashtirishga urinayotgan bir davlat ekanligini ko'rib ketdik. Ko'rdingizmi? Bu yerda sistemada boshqani qo'yib turgan bu siyosiy tuzum sistemasi desangiz, bütün dünyanın Jungoning siyosiy sistemasiga ilib berish. Siyosiy tuzum sistemasiga ilib berish. Mana bu Jungoning shundoq bir davlat ekanligini ham deydi Jack Sullivan biz ko'rib yetdik. Demek Amerika hammani bilib bo'ldi degan vatandosh. Niyatli iqbolni qo'saqlik g'arazli muddaoni Jungo kompartiyasi nima qilmoqchi? Hammani bilib bo'ldi degan vatandosh. Devlet bexatarligi masalasi Jack Sullivan Jungoda kishilik huquqqa ziyonkashlik qilish masalasi to'xtaldi. Bu ikki joyda biri Santiago, Kaliforniya, ikkinchisi diplomatiya komiteti. U mundaq ko'rsatdi. Prezident Joe Biden yuqori darajaliklar suhbatida nayt ochiq qilib, Kaliforniya, San Fransisko suhbatida ochiq qilib, kishilik huquq masalasi to'g'risida bayonot berdi. Demak, San Fransisko suhbatida kishilik huquq masalasi o'ttirib qo'yildi emas, prezident Joe Bidenning maydonini sharhlaydigan bayonot e'lon qildi. Hem hukumatning ham prezident Joe Bidenning maydonini sharhlaydigan bayonot e'lon qildi. Bu Amerikaning qimmat qarashlarini amaliylashtirish uchun shunday qilgan edi. Amerika bu masalaga kishilik huquq manfaatlari duch kelganda xuddi har navbatlik hukumatlar qilganga o'xshash, bu albatta Amerika Jungo munosabatidagi bir muhim avval o'ylashadigan ishlardir va shundoq bir alayidlikdir. Navbatdagi hukumatlar Amerika Qo'shma Shtatlarida har navbatdagi hukumatda kishilik huquq qanday muomala qildi? Biz ham shundoq muomala qilamiz. Belki bir yerda bir og'iz gap, ular qanday saviyada muomala qildi, biz qanday saviyada muomala qilamiz degan so'z konkretlashmabdi. Lekin bu ish avval o'ylashadigan ish. Shundaqla bir alohida harakatdir. Ya'ni kishilik huquq ko'ngil bilish Amerika Qo'shma Shtatlarida har navbatlik prezidentlar qiladigan qilishga tegishli alohida harakatdir. Bu tarafdan Amerika tarafdan qaraganda bevosita diplomatik munosabatda bo'lish Jungo bilan Amerika Jungo munosabatida bosh qurishni kuchaytirib, kishilik huquqni qo'g'dashga munosabatlik masalalarda ko'proq kirib o'tirg'i chiqish. Ko'rdingizmi? Demak, bu yerda saviya buzildi hozir. Burun bir tariqa bir navbatda kelayotgan kishilik huquq endi kishilik huquq endilikda prezident Joe Biden davrida agar o'sha masalalarda yakundaq masala ko'rildigan bo'lsa, ko'proq kirib o'tirg'i chiqish. Bu Amerika Qo'shma Shtatlarining navbat prezident Joe Biden hukumatining kishilik huquq siyosatidir. Qattiq pozitsiya bilan gap qilish. O ish bu ish ustida konkret ifoda bildirib, qattiq pozitsiya bilan gap qilish. Amaliy harakat o'rtasida hech qachon ziddiyatlik, qarama-qarshilik mavjud emas. Qattiq pozitsiyada gap qilamiz sana, ham bu to'g'rida kishilik huquq to'g'risida amaliy harakat bilan gap qilamiz sana. Bu o'rtada ziddiyat yo'q. Endilikda men siz bilan muhokama qiladigan eng oxirgi bir abzasga diqqat qiling vatandosh. Biz Amerika bir taraf to'sib olg'ili bo'lmaydigan darajada zaiflashdi. Yana bir taraf to'sib olg'ili bo'lmaydigan darajada bosh ko'tardi deydigan hikoyani qabul qilmaymiz. Başta Sharq bosh ko'tardi, G'arb cho'kdi degan mutlaq endi bu yerda biz, ya'ni Amerika bir taraf to'sib olg'ili bo'lmaydigan darajada zaiflashdi. Yani bir taraf to'sib olg'ili bo'lmaydigan darajada bosh ko'tardi deydigan hikoyalarni qabul qilmaymiz. Diqqat. Beijing bilan Washingtonning tanlab elishi intayin muhim. Washington tanlab olaman deydi, bu intayin muhim. Beijing tanlab olaman deydi, bu intayin muhim. Tugidimi bir cümle? Biz hozir
to'g'ri tanlashga tirishchanlik ko'rsatyapmiz. Biz hozir ya'ni Amerika to'g'ri tanlashga tirishchanlik ko'rsatyapmiz. Washington to'g'ri tanlashga tirishchanlik ko'rsatyapti. Albatta. Bizning to'g'ri tanlashimiz Beijing tarafından qanday tanlashiga bog'liqdir. Gap mana yana vatandosh, eng oxirgi bir jumla. Bugun men sizga so'zlagan mush leksiyadagi muddao maqsad hammani qo'shib kelsin. Eng oxirgi bir jumla. Jungo tanlashga duch keldingiz. Xuddi shunday Washington ham tanlashga duch keldi. Sizning qanday tanlab elishingiz biz Amerika'nın qanday tanlab elishiga bog'liqdir. İşte oddiy jumla. Bunaqa aytgan ikkisi bir-biriga biqqanda jumla. Chunki har ikki jumla shartlik jumla vatandosh. Sen qaysi yo'lni tanlab olasan, demak bizning tanlab elishimiz shuningga munosabatlik, sizga bog'liq. Undaqda biz kaynimizni chekirib turib tahlil qilaylik. Agar Beijing Tibet masalasida qandaqdir bir tanlashni tanlab oladigan bo'lsa, agar Beijing Uyg'uriston masalasida qandaq bir tanlashni tanlab oladigan bo'lsa, vaqtida Amerika Qo'shma Shtatlari Beijingning shu tanlashlariga qarata qabul qilishni yo'lga qo'yamdi va yoki rad qilishni yo'lga qo'yamdi. Bu nima ma'lum? Cümle neymiş ki bunda qo'yildi desiniz, Tibet meselesi Xitoyning nima yo'lni tanlab bilishi, o siz bizga ayon. Uyg'uriston meselesi bo'yicha Xitoyning qaysi yo'lni tanlab bilishi, o siz bizga ayon. Agar o'zgardi, Jungoning maydoni o'zgardi desa, Tibet meselesi to'g'risida qanday tanlashni ishga oshirdi? Uyg'uriston meselesi to'g'risida qanday tanlashni ishga oshirdi? Taqotirga chiqmadi. Gap hozir bu yerda Prezident Joe Biden'ning davlat bexatarligi maslahatchisi Jack Sullivan, siz qanday tanlab olasiz? Biz sizning tanlashingizni qaraymiz va yoki bizning tanlashimiz shuningga bog'liq deganida hozir yoshurun yoki jumla shakliga keltirilmagan bir besim Jungolikning beshig'i kelyapti. Chunki sabab biz masalalarni qo'yib bo'ldik. Tibet meselesi 60 yıl koyuldu. Uyg'uriston meselesi 28 yıl oldu, 30 yıl oldu hesapta koyuldu. Sizin aldığınızı koyuldu. Biz sizin Jungo hükümetinin qandaq bir taraf qilishini kutib turibmiz. Bu to'g'rida qandaq tanlashni ashurishini kutib turibmiz. Biz sizin tanlashingizga qarab anda Washington tanlashni ishga oshirdi. Endi müşahede siz biz kichikina toza qaymoq qoldigan bir gap bor nima desangiz vatandosh, bu masalalarda Jungo qanday tanlash yo'lini tanlab olsa, Washington shuni tanlashi ham shuningga bog'liq bo'ladi deganda, agar Jungo Kompartiyasi o'zining xohlaganicha Tibetga mundaq shaklda hal qilish çaresi, Uyg'uristonga mundaq şekilde hal qilish çaresi deb o'ttirga elib chiqadigan bo'lsa, onun Washington qo'shilsa, o vaqtda Tibetlarcha vatandosh, Tibetlar nimani tanlab oladi? Masalan, o chaqda Uyg'urlarcha vatandosh, Uyg'urlar qaysi yo'lni tanlab oladi? Mushu to'g'rida davlat bexatarligi maslahatchisi Mesela Uygurlar tanlab alsa Washington tanlab alıdı. Tibetler tanlab alsa mesela Washington tanlab alıdı diye bir cümleni işletmepti. Yani iki devlet oturusu bulup ötken sohbetler, mesela REM sohbeti, devlet bexatarligi, mesela Jack Sullivan, Jungo'nun diplomatı Wang Yi, Malta sohbeti, Avusturya Viyana sohbeti, bugün Tayland sohbeti, aynı çağda Alyaska sohbeti belgilengen, siyaset belgilengen sohbet, Alyaska sohbeti. Muşu sohbetlerde hemen mesele oturgu koyuldu, konkret koyuldu. Siz biz habersiz. Derhal bunu elip çıkanmaydı ki devlet diplomatiyası bunun yol yok. Derhal sözleşken, sohbetleşken meselelerini götürüp çıkılıp olmaydı. Şu an bugün Tayvan meselesi bu kadar Bangkok sohbeti. Amin çocuğun sual koyup da zaten nemi değişti.
Devlet bexatarligi maslahatchi Jakşalım bilan Wang Yi zodi nima deyishdi Tayvan to'g'risida? Profesör Tayvanlik hukumati bor, davlati bor, profesör men deyjim bunun tagi yetilmayotidi. Siz bilan biz tagi yetilmaymiz. Endi savolni shunday qo'yamiz. Xulosa vatandosh Washington tanlashga duch keldi. Cumhur Kompartiyasi tanlashga duch keldi. Belki Cumhur Kompartiyaning qanday tanlab elishi Washingtonning tanlab elishiga bog'liqdir. Yoki Washingtonning qanday tanlab elishi Beijing Cumhur Kompartiyasining tanlashiga bog'liqdir. Bak ağır cümle. Siyaset gavdiladigan bir ağır cümle. Şuna yaqindan bir o'zgarishlarni mushramkining ichiga qo'yib tahlil qilsak bo'ladi yaqinda vatandoshlar.